Xorazmni ajoyib oyni bu pakapak, podkastlarning eng zo'ri ham bu pakapak. Assalomu alaykum. Molaka Pakapak podcastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Muxlislarimiz tomonidan sizga bir savol kelgan edi. Bemalol istalgan savollarga javob beraman, faqat molga o'xshab savol berishmagan bo'lsa bo'ldi. Nega siz doim peshxoddan o'tasiz, ani eshak esa yo'lning o'rtasidan o'tib ketaveradi? Ha, biz mollar juda aqli jonzotmiz, shunga odim yo'lda mashina bormi yo'qmi deb har safar chap va o'ng tomonga qaraymiz. U eshaklar moldan farqi yo'q, ahmoq befarosat bo'lishadi, shuning uchun molga o'xshab o'ylamasdan yuraverishadi. Javob uchun rahmat, shunga sizlar ham molakaga o'xshab yuringlar. Bo'lmasam bitta befarosat mol kelib signal chalib urib ketishi mumkin. Malaka, sizga rahmat. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha videoga like bosing va obuna bo'ling.